Nima uchun 100 necha yil o'tib ketsimi, Einsteindek olimlar chiqmaydi? 21-asrning 5dan 1 qismi o'tib ketdi. Ammo oldingi asrning 5dan 1 qismigacha bu asrning ko'p qaltis edi. Planck kvant mexanikasining jo'sh urib rivojlanishiga asos soldi. Einstein 1905-yili tor ma'nodagi nisbiylik nazariyasini o'ttirib qo'ydi. Keyin yana 1915-yili keng ma'nodagi nisbiylik nazariyasini o'ttirib qo'ydi. Bu 20 yil ichida atom qurilmasida zo'r o'zgarish paydo bo'lgan. Rutherford yadro fizikasi asosan degdek asos solgan. Bundan boshqa nurg'un fan taraqqiyot va nazariyalarmi barliqqa kelgan. Shunga 20-asrning 20-yillarini ilm-fan taraqqiyot tarixidagi oltin davrlar deyishga bo'ladi. Davrning o'zgarishi hech kim taqobil tura olmaydigan ijtimoiy taraqqiyotning barg'ansir tezlashishidir. Insonlarning ishlab chiqarish kuchi va bilim jug'lanmasi barg'ansir ko'paymoqda. Faraz qilib boqayli. Aristotel davrida insonlarning bilim jug'lanmasi 1000 desak, Aristotelning buning ichidagi to'kpisi 200 ga yetadi. Albatta, 20%ni egallaydi. Undaqda shak shubsizki, u bir davr olqigan mavjudiyat. Newtonning davrini faraz qilib boqayli. Insonlarning bilim jug'lanmasi 10 ming desak, Newtonning buning ichidagi to'kpisi 1000 ga yetadi. Bu albatta 10%ni egallaydi. Shundaq deyishga bo'ladiki, u misli ko'rilmagan bir talant egisi. Einsteinning davriga kelganda garchi insonlarning bilim jug'lanmasi 100 mingdan eshib ketgan deb faraz qilsak, u bu yo'lning 5 mingni ichib 5%ni egallagan. Insonlarning dunyoni tushunish usulini o'zgartgan. Ularni davr olqigan olimlar deyishda gap yo'q. Ular gerçi derslik ve hikayelarda eğitilgandek unchuvlar sırlıq bolmasımı, ular o'ttirib qo'ygan yangi nazariyalar hammasi zo'r darajada bekitilgan yangi bilim manbalari bilan zich munosabatli bo'lib, allaqachon qusur topqilib bo'lmaydigan bo'lib ketgan. Nemali demagan bilan hammasi o'xshash inson. Biz shuning bilan bir vaqtda o'zimizning iqtidoriga tayinib, har bir cho'ng olim taqdim qila oladigan ilmiy tadqiqot nuqtasining taraqqiyotiga ergishib, o'zliksiz o'rlayotganligini tunib yetdi. Lekin insoniyatga nisbatan bilim yig'indisidan iborat bu nisbat o'zliksiz to'vallayotgan bo'lishi mumkin. Shunga bu davrda insonlardan 20% olqigan cho'ng bir olimning chiqishi intayin tez. Ammo 21-asrning oldingi 20 yilida tövandagi cho'ng ilmiy tadqiqotlarning hammasi yanada ilgirki nazariyalarni dalillaydi. Masalan, tortish kuchi to'lqinining bayqilishi qatorliqlar, kvant mexanikasi, nisbiylik nazariyasiga qarshi tura oladigan nazariya yo'q. Einstein, Newton bilan selishtirgudek olimlarning chiqishini demayli qo'yayli. Bu zodi nima uchun? Acaba insonlarning aqliy iqtidori chekinib ketganmi? İnsaniyat ilim-fan tarixidagi ko'zga ko'ringan olimlarni tilga olsak, odatda ilib aytganda fizikadan iborat bu jihatda Newton, Einstein, Maxwell qatorliqlar, ximiya sohasidan ilib aytganda Lavari, Mendeleyev qatorliqlar, biologiya sohasida bo'lsa Darwin, qadimdan tortib hozirgacha nurg'un olimlar yashab o'tgan. Lekin kishilarning esida cho'nqur ta'sir qoldirgani unchalar jiq emas. Lekin ularni selishtirishga texmi bo'lmaydi. Biz har qaysi fanlarning taraqqiyoti va bu kishilarning yashagan yilini tafsiliy tahlil qilsak, shuni bayqaymizki, fizika ilmi bo'lsa eng dastlabki fanlarning biri.